Qoni quyuqlarga boshi tez-tez og'rib uxlolmay yuradiganlar uchun foydali bo'lgan giyohlarni ko'rib turibsiz. Bular o'sha ko'pchilik bilgan qizil barbaris, eronniki, qalampirmunchoq, jasmin guli, karkade choyi va kardamon. Bularni bitta qilib damlab iste'mol qilsangiz bormi? Qoningizni suyultirishga yordam beradi, tozalashga ham, ko'paytirishga ham yordam beradi. Yana asabingizni ham tinchlantirib, uyquni ham yaxshilab beradi. Bosh og'rig'iga ham juda ham foydasi katta. Mana shu qizil barbaris, eronniki, bu davriyniga, qonga juda ham foydali. Qalampirmunchoqni ko'pchilik biladi foydalisini. Jasmin guli bosh og'rig'iga, uyquni yaxshilashga yaxshi. Karkade esa bu ham davriyniga, qonga yaxshi. Kardamon yurak qon tomirlariga yaxshi. Bularni bitta qilib damlab ichiladi. Qanaqangi damlab ichamiz deganlarga, mana misol uchun kardamondan 2 ta dona olasiz, qizil barbarisdan 1 choy qoshiq, qalampirmunchoqdan 4-5 ta dona, jasmin gulidan 1 choy qoshiq va karkadidan 1 qism olib 1 litr qaynagan suvga damlab, o'shani kun davomida iste'mol qilsangiz bo'ladi.